Bu nega 500 million dollarligini hozir bilib olasiz. Bu esa juda ham baland aka. Bu 250 ming dollar so'm turadi. Bu 50 ming dollar nega 50 ming dollarligini hozir bilib olasiz. U pistamay kelyapti. Va shunga o'xshash har xil 50 ming dollar, 1 dollar, 1 dollar. Biz Burj Xalifani tepasiga ham chiqamiz va tepada ovqat qilamiz. Bu esa 1 dollar. Bunga chiqish necha pul? 1 dollar. Ikkimizga. Mayli, rahmat. Qani bo'lmasa chiqdik. Unga tezroq yurishi uchun uni tezroq silkitsangiz yuradi. Chandler, bu qanday maroqlimi? Orqasiga burj piramidalarni qo'ysak juda ham chiroyli bo'ladi. Voy, men hozir tushib ketaman. Va vaqtimiz ham tugadi. Endi esa 10 ming dollarlik oshxonadagi osmon sahifasiga uchamiz. U yerdan soyasi o'sha yergacha ko'rilar ekan. Qoyil. Bu yerdan juda ham chiroyli ko'rinadi. U esa oshpaz. Bu yerda go'sht qovuriladi. Mr. Beast, tepaga qara. Bu sizlar uchun baliq qovurilgan. Va sizlar uchun yana ham mazali ovqatlar pishirib beraman. Bu yerda pastga qarab yeyish juda ham maroqli. Bu juda ham mazali ekan, Mr. Beast. Ha, bu to'g'ri. Bu 10 ming dollar. Va bizga chiroyli muzqaymoq va go'shtli ovqatlar berildi. Mr. Beastni tatib ko'ring. U qanday? U zo'r ekan. Hamma uchun tavsiya qilaman. Mr. Beast kanaliga obuna bo'ling. Endi esa 10 ming dollardan 50 ming dollarga o'tamiz. Ha, bu juda ham go'zal. Tezroq suvga tushinglar. Men bo'lmasa suvga tushaman. Chunki bizga 50 ming dollarlik qayiq kutib turibdi. Yes, tezroq. Men esa ketdim. Nima qildi u? Men ham ketdim. Uchalamiz ham 50 ming dollarlik qayiqqa tushib oldik. Videoning davomida 500 ming dollarlikni ham ko'rasiz. Mening boshim sig'mayapti, lekin Karllik sig'yapti. Voy, bu 50 ming dollar, chindan ham 50 ming dollar ekan. Suv ostiga tushdik. Va kameramiz bizni tashqarida turibdi. Hozir biz kameraga hazil qilamiz. Orqangda. Ha, u hazilimizga ishondi. Endi bu qanday boshqarilishini ko'ramiz. Bu yerda chindan ham chiroyli hayvonlar bor. Endi esa boshqalar bilan ko'rishamiz. Bu Nolan videoga olib beribdi. Nolan, sen ana uni ko'ryapsanmi? U cho'chqaga o'xshash qandaydir hayvon-ku. Zebralar va boshqa hayvonlar ham bor ekan. Nima u? Zebra. Va Chandler sizlar bilan salomlashyapti va like bosing. Mr. Beast eski cho'kib ketgan kemani ko'rsatyapti. Va Mr. Beast boshqarib ko'rmoqchi. Oldagidan qaraganda juda ham chiroyli ekan, ha, Karl? Ha, chiroyli ekan. Zebralar, jirafalar, qalaysiz? Fil ham bizdan qo'rqib ketadi shekilli. Oldiga bormaylik. Mayli. Qoch, tezroq bor. Ana yoqda gepard yo'q, sher bor ekan. Voy, Nolan uni oldirog'iga bor yoki uning o'zi kelishini. Voy, ayol sher ham shu yerda ekan. Nolan, uni chaqir. Nolan. 50 ming dollarlik ham vaqti tugadi. Bu juda ham qiziqarli bo'ldi, ha? Endi 250 ming dollarlik. Biz samolyotda uchayotgan paytimiz u pastga tushirganda muvozanat yo'qotib, odam tepaga uchadi. Hozir biz suvni kosmosda ichib ko'ramiz. Urg'uston ham o'xshadi. Men xuddi o'zimni koinotdagidek tutyapman. Mr. Beast.
Gol! Tushira olmadi Karl. Mister Biz fint qilyotibdi. Tur yotolmayapti. Tugadi. Hozir yana boshlanadi. Yo'q. 1, 2, 3. Tushib ketdi yana. Men yutdim. Men. Yo'q. Au, belim. Chandler menga tiqilma. Nolan nega tiqilyapsan? Kim yutdi? Chandler. Nolan orqada qolib ketdi. Hozir biz mana bu havo purkagichda aylanib ko'ramiz. Qani? Yo-mayo, rostdan ham aylanib bo'larkan. Biz buni o'xshata oldik. Men ham. Hozir biz Mr. Beast narsalarini sotyapmiz. Bu Mr. Beast narsalarini olishni xohlaysanmi? Mr. Beast qadog'idagi narsani oling va ichiga suv soling va chayqatsangiz ichida kolleksiya o'yinchog'i paydo bo'ladi. Hozir biz ham shunday qilib ko'ramiz va tezroq o'yinchoqlarni topgan va ushlab olgan yutadi. Hozir men sarg'ini topdim. Yo'q, topolmadim. Men suv sololmayapman. Men yashil topdim, unaqa narsa yo'q ekan. Mr. Beast lablari atiga 3 ta qoldi. Tezroq sotib oling va obunakimga ham obuna bo'ling. Kamera o'zidan o'zi o'ynab yuribdi. Yo-mayo. Ushla, kurash tushamiz, kel Nolan. Tezroq Mr. Beast o'yinchog'ini oling. Va biz endi $500,000 narsani ustida turibmiz. Bu $500,000 nega bunday chiroyli desangiz, chunki biz Saudiya Arabistonida turgan bo'ladi. Saudiya Arabistonni bilsangiz, juda ham chiroyli narsalar va qimmat. Hozir biz Burj Xalifani tepasiga chiqib ko'ramiz. Bu poygalar. Qarang, ana u Burj Xalifa shu yoqda ko'rinib o'tiribdi. Video davomida bizlarni ham tomosha qiling. O'tkazib yubormang. $500,000. Hozir biz Burj Xalifaning ustiga chiqamiz. Bu juda ham chiroyli ekan. Bu London, Amerikaga keldi. Bu juda ham qimmat va chiroyli ekan. Wow, baliqlarni qarang. Nolan, ana u baliqlarni qara. Qo'rqib ketdim. Kim bu? Atlantika. Men sizni yaxshi ko'raman. Karl, sen zo'rsan. Meni maqtayapti Chandler. Bu yerda juda ham chiroyli baliqlar bor. Video davomida yana narsalarni ko'rishingiz mumkin. To'g'ri. Like bosib qo'ying. Yes. Hozir biz suvga tushamiz. Yoki balandlikdan sakraymiz. Poyga zonasi. Konka. Bu yerni ko'rsangiz juda ham zo'r mashinalar turibdi. Xohlaganini tanlanglar. Va 5 ta bloger o'zlariga yoqqan mashinani tanlashdi va poyga o'ynaymiz. Yutganga $1 million beriladi. Qani ketdik. Hozir juda ham men tez ketaman. Oxirida qolib ketdi kimdir. Mr. Beast o'tib ketyapti oxirida qolib. Chunki BMW da u. Voy. O'tib ketdi Mr. Beast. Mr. Beast o'tib ketdi hammadan. Eng oxirida turib Mr. Beast yutib ketdi. Qo'yib. Nolan endi Formula 1 mashinasini haydab ko'radi. Qani, Nolan, sen haydashni bilmas ekansan. Yo'q, xudoyim, uncha ham tez. Yo'q, urilib ketaman, yo'q, xudoyim. Buni boshqarish qiyin ekan. Urilib ketaman deyapman. Men hozir Ferrari avtomobilidaman. Bu juda ham tez, bu juda ham quvvatga ega. Hozir men endi yana $500,000 narsaga qaytib keldim. Bu juda ham chiroyli narsaga. Menga obuna bo'lganmisan? Ha? Bu mashina senga. Yo'q, xudoyim, rostdanmi? Mr. Beast? Yo'q, men ololmayman. U obuna bo'lgan ekan, bu sizga.
Ha, iltimos beravering. Keling, qo'limizni siqib qo'yamiz. Siz ham menga obuna bo'ling va bepulga mashina yutib oling. Ha,